Nitrojenidan sizlarga SPFlar jo'natib yuboryapman qizlar. Bu SPF 50. Nitrojena firmasini sevaman. Bu Kanadaning moli. Bu SPF ham Kanadada qilingan qizlar. Mana bunaqangi stik formatda qo'llanish juda ham oson. Qo'lingizga siqib o'tirishingiz shart emas. Shundoq stikni o'zidan yuzingizga surasizlar. Mana bunaqangi stikli SPFlar makiyaji tagida bazani o'rniga ham ketaveradi. Suv tegsa ham, terlasanglar ham tushib ketmas ekan bu SPF. Yana 80 minut suv tegsa ham ishlar ekan. Ya'ni cho'milish mumkin bu SPFlar bilan, baribir ishini bajaradi o'sha paytda cho'milayotganingizda. Basseyn tam dengiz-pengizlarga borib qolsanglar 100% original qizlar. Hozir mashhur kosmetika kelgan yozamiz. Mana buni qaranglar qizlar. Bunichi bittaliklari ham bor va faqat sitrus emas, lavandaligi bor, murskoylari bor. Mana shunaqangi bittali sovun, lekin mana bunaqangi chiroyli koробочкада shunaqa podarochnisidan ham jo'natib o'rganman qizlar. Lekin mana bunisini hidi. Buni qaranglar qizlar. Qaranglar buni. Mana adminlardan yana qanaqalari bor desanglar, sizlarga rasmlarini tashlab berishadi. Aynan mana shunaqangi korobkaliklari ham kelgan bittalilarni. Ishi zo'r. Va albatta Bombshell. Victoria's Secret'da eng mashhur duhisi. Victoria's Secret'da bilasizlar, meni yaxshi ko'rgan aromatim bor edi, Tease. Bundan oldin ishlatganman bir 6-7 yil oldin. Har doim do'koniga borsam qayta hidlayman. Bir xil payt bo'ladi-yu, sizlarga 6 yil oldin yoqqan hid yoqmay qolishi mumkin va shunga o'xshagan narsa. Yo'q, menga haligacha yoqadi. Hozir men bunisini ishlatmoqchiman. Bunisidan hech qachon ishlatmaganman, lekin hidlab ko'rganman. Qani qizlar, do'koniga borib hidlab ko'rib olishni yaxshi ko'raman. Birinchidan 100% original bo'ladi. Ikkinchidan har balosini surib ko'rib, sepib ko'rsanglar bo'ladi-da. Ну, upakovkasi lyuksoviy segmentlardan umuman qoladigan joyi yo'q. Juda ham 50 gramligi bu qizlar. Buni 2 xili bor, 100 gramligi bor, 50 gramligi bor. 100 gramligi, конечно, anaqa выгодныйroq har doim. No, menda duxim ko'pligi uchun men o'zimga 50 gini oldim. Qaranglar, shisha upakovkada chiroyli. Ishlovi yaxshi, lekin upakovkasini. ASMR time. Marakuya, vanila и yana nima edi oxirgisi, hozir sizlarga aytaman. Passion fruit, Shangri-La, pion, vanilla orxid. Vanilli orxideya, keyin pionni hidi va marakuya. Eng zo'r hidlar. Men marakuyani eng yaxshi ko'rgan fruktlarimdan bittasi. Qizlar, bu ko'plar Victoria's Secret duxilarini nazari ilmaydi. Meni ham, to'g'risini aytsam, boshqa duxilarni men nazarim ilmaydi. Qanaqadir dishmonskiy segment yoki slishkam spirt hidi ko'p keladi deb o'ylayman. Lekin men shu bilan haligi Tizi aromati ikkalasi haqiqatan bestseller. Mana hozir hidlayapman, umuman spirt hidi, o'tkir hid yoki birortasiga yoqmaydigan hid emas. Mana shu hid meni fikrim bo'yicha hammaga yoqadi. Mana banочкасы sizlarga ko'rsataman. Albatta ehtiyot bo'linglar qizlar. Buni podelkalari tiqilib yotibdi. Mana hamma narsasini tekshirib olinglar. Korobkalarini, orqalarini tekshirib olinglar. Hammasida made in USA bo'lish kerak. Chunki Victoria's Secret'da hamma narsasi faqat Amerikada ishlab chiqariladi, boshqa joylarda emas. O'zi hididan meni original sepganinglarda sirazu bilasizlar. O'shaning uchun ehtiyot bo'linglar. Именно mana shu Victoria's Secret'ga вот podelka eng ko'p podelka meni fikrim bo'yicha Victoria's Secret'ga, keyin Misha borku, koreyskaya kosmetika. O'shanga bo'lsa kerak. Hidi juda приятный. Kolleksiyamga qo'shildi. Mamalarga qo'shib qo'yamiz, как раз joy bor edi. Ana, qizlar, menda bu firmaning hamma narsasi bor. Вот прям hamma narsasi. Bir ikkita narsalari уже ikkinchi marta ishlatishim, mana bu yog'ini уже ikkinchisi tugayapti. Sivritkasini endi ishlatishni boshladim, где-то 3 kundan beri ishlatyapman. Juda ham zo'r. Yuvilmaydigan konditsioner, soch silliv tarab berib, termozashita, har xil uchujoklardan, nimalardan himoya qiladigan mana spreyi ham bor. No, hozir sizlar bilan mana shampunlar haqida gaplashamiz. Уже ko'ryapsizlar. Bu konditsioneri, mana shampuni, menda rozmarinligi bor. Bu shampunlar kolleksiyasi 2 xili bor. Biotin ko'ki bor, yashili bor. Yashilida rozmarin qo'shilgan, hidi o'tlar, miyatani hidi kelib, shunaqangi hidi aniq alambalo. Evkaliptga o'xshaganmi, rozmarin bilan evkalipt aralashgan hidmi, spa protseduralar olasizlar-yu, qimmat shampunlar surishadi. Ana o'shanaqangi hid beradi. Bu Amerikaning moli, chista Amerikada ishlab chiqarilgan, Amerikada o'ylab topilgan g'irt Amerikaning moli. Shampuni ham, konditsioneri ham 355 grammdan. Hozir menmi shampun konditsionerini yangi upakovkada chiqarishibdi. Mana bunaqangi upakovkada. Ikkalasi ham bir xil, ichida ham bir xil narsa, shunchaki upakovkasini boshqacha qilibdi va hajmi ham bir xil. U ham 355, bu ham 355.
Mani hamma dugonalarim bu shampundan ishlatadi. Sayyor, Nozima, mani administratorlarim bu shampundan ishlatishni boshlashyapti. Hammaga tavsiya qildim. Shaxsan o'zimda tekshirilgan narsa, bitta shampuni emas, hamma narsasi, o'zi hammasi mana yog'dan boshlandi-da. Menga yog' juda ham yoqqani uchun sekin-sekin hamma narsasini ishlatib ko'rishga harakat qildim. Va hozir polniy mani sochimni o'xodi, mana shu firmaniki. Paraben sulfati yo'q. Keyin kimni sochi bo'yalgan bo'lsa, ana o'sha bo'yalgan sochlarni ham himoya qilar ekan. Bir xil shampunlar bor-ku, bo'yalgan sochlarni tezroq yuvib tashlaydi. Bunda unaqa narsa emas, avaylaydi. Va men bitta narsani o'zimda sezdim. Meni sochim juda ham yog'li. Har kuni yuvmasam yog'lanib qolardi. Mana shu shampun ko'proq yog'lanmasligiga yordam beryapti va albatta men bu o'zi yog'lanishiga emas, biotiniga qiziqib oldim. Biotin bu soch to'kilishini oldini oladigan narsa. Bir xil shampunlar bor, sochinglarni boshini perxitdan qutqaradi deydi. Bir xil shampunlar bor, bo'yalgan sochlar uchun deydi. Bir xil shampunlar bor, sinadigan sochlar uchun deydi. Mana shu shampun hammasi bittada. Ham boshinglarni terisini parvarishlaydi. Yangi soch o'sib chiqishda yordam beradi. Ham mana sochinglarni tolasini singan bo'lsa, bo'yalgan bo'lsa, ana o'sha narsalarni ham himoyalaydi. Xullas qizlar, hozir do'konga kelgan yozamiz. Beauty Creations'dan yangi go'zallik. Body butter deyilgan, ya'ni ruscha aksent bo'lib ketdi bu yog'i. Body butter. Ingliz tilidan tarjima qilganda badan uchun slivichное масло. Bizda 6 xil vkusi bor qizlar. Tarvuzli, olcha yoki gilos, olcha bo'lsa kerak. Qulupnay, mango, shaftoli va oxirgisi olmali. Mana bunaqangi katta upakovkada va juda ham chiroyli upakovkada qizlar. 200 gram ekan. Ustida mana bunaqa plombasi bor, yogurtga o'xshatyapman qizlar. Qani ochamiz. Men o'zimga olmaligini olib qoldim, chunki yagodniy losyonlarim Victoria's Secret'dan ko'p. Wow! Buni qaranglar. Ani yogurt ustini yalerdik-ku, o'shanga menga wow! Konsistensiyasi qizlar. Prям wow! Prям lyuksовый segment konsistensiyasi. Bilasizlar, mana epilyatsiyalardan keyin oyog'ingizlarga sursanglar ham, badaningizlarga sursanglar ham, badaningizlar mezza qiladi. Umuman yopishqoq emas. Hidi приятный, mayin olmani hidi kelyapti. Konsistensiyasini ko'rsanglar bo'ladi mana. Mana bunaqangi konsistensiya qizlar ichida. Erib ketadi, prям badaningizlarda erib ketadi qizlar. Hammasini ochmayman, mana shu olmaligini o'zimga olib qolaman. Qolganini shundoq mana ko'rsanglar bo'ladi upakovkasidan. Juda ham chiroyli idishda qilishgan. Video chiqqan bo'lsa, demak mashhur kosmetika yetib kelgan qizlar. 6 xil vkusi bor, yozinglar do'konga. Beauty Creations'dan novinkalar ko'payibdi qizlar. Qaranglar, bular losyonlar badan uchun. 6 xil vkusi bor. Buni oldingi videolarda sizlarga badan uchun slivichное маслосini ko'rsatdim. Bu bilan buni nima farqi bor? Mana bu yog'liroq, bu yengilroq. Alambalo ichida yana bitta krem borga o'xshaydi. 6 ta vkusi bor: olmali, tarvuzli, qulupnayli, olchali, shaftolili va mangoli. Bu ikkitali losyon ko'rayotgan bo'lsanglar, ichida yana bitta losyon bor. Mamutida gel, mamutida losyon. Ikkalasi aralashib chiqadi badaningizga qizlar. Ana o'shanda yengil tekstura bo'ladi. Shunaqangi ikkitali losyonni ko'rganmisizlar? Wow, men ko'rmaganman birinchi marta. Beauty Creations Slay. Ikkita qavatli losyon deb yozib qo'yilgan bu yog'iga. O'sha aytib o'tganimdek, mamuti gel, ichida yana losyoni bor. O'rtasidan siqarkanmiz, o'shanda ikkalasi aralashib chiqarkan. Ajoyib formula. Qizlar, bu losyonlar 200 gramdan ekan. Hozir mashhur kosmetika kelgan. O'shaning uchun yozinglar, hidi vashshe bomba. Beauty Creations'dan endi skrablarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Prям nabor qilib olsanglar bo'ladi. Rosa mana shu lineykasidan ko'p narsa olib kirdik. Men o'zimga mana bunaqangi slivichное масло olib qoldim. Mana shunaqangi formatda badan uchun skrablari ham bor ekan. Skrablari ham 6 ta vkus. Qulupnay, olcha, manga, olma, tarvuz va shaftoli. Badaninglarni skrab qilsanglar, birinchidan zagari tez tushiradi, ikkinchidan terining ichiga kirib qolgan sochlarni chiqazishda yordam beradi, uchinchidan yanada tozaroq qilib tozalaydi badanni. To'rtinchi, skrablar yana sellyulit bilan kurashadi. Agar shotkalar bilan skrabni mana shunda olib oyoqingizlarga yaxshilab masajni движениялар bilan ish qilasanglar, sellyulit ketadi. Wow, vitamin E bor ekan, niacinamida bor ekan va maslo shi 270 gram. Mashhur kosmetika hozir kelgan, har xil vkuslari bor. Kimga qaysi yoqsa yozinglar, jo'natamiz.